O'zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi tomonidan Samarqand shahrida vaksinalar logistikasini boshqarish, axborot tizimini modernizatsiya qilish masalalariga bag'ishlangan seminar bo'lib o'tdi. Seminarda hamkor tashkilotlar tomonidan vaksinalar logistikasini boshqarish, axborot tizimini modernizatsiya qilish borasidagi fikr va mulohazalar o'rtaga tashlanib, sohada amalga oshiriladigan ishlar tahlil qilindi. Mazkur jarayonda mutaxassislar loyihani mukammal ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etilishi yuzasidan ma'lumot berishdi. Vaksina logistikasini ta'minlash bo'yicha axborot tizimi ishlab chiqildi. Shu axborot tizimini biz hozirda bu yerda Samarqandda Sanepid qo'mitani mutaxassislariga prezentatsiya qilib ko'rsatib beryapmiz. Shu o'rinda immunizatsiya jarayonini ham optimallashtirish va ularda yuritilayotgan tibbiy formalar bo'yicha monitoringini olib borish va ularni yuritish bo'yicha qisqacha tanishtirib o'tyapmiz. Shu bilan birga vaksina logistikasi jarayoni qay darajada amalga oshirilayotganligi, ya'ni vaksina logistikasi bir qancha etaplarga bo'linganligi va shu bilan birgalikda misol vaksinani logistika jarayoni, keyin immunizatsiya jarayoni, undan tashqari monitoring yuritish, ya'ni temperatura rejimlarini monitoringini yuritish bo'yicha hozirgi kunda qaysi jarayonlarda amalga oshirilayotganligi to'g'risida prezentatsiya qilyapmiz. Vaksinalarni logistikasi orqali respublikaga 13 turdagi yuqumli kasallikka qarshi olingan vaksinalarni birlamchi zvenolar, birlamchi davolash profilaktika muassasalaridagi respublikadagi 3600 ga yaqin davolash profilaktika muassasalari, poliklinika, ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, oilaviy shifokorlik poliklinikalardagi emlash punktlarida tibbiyot xodimlariga berilgan, ya'ni vaksinatsiya ishlarini amalga oshirayotgan vaksinatorlarga berilgan 3000 dan ortiq planshetlar orqali emlashni elektron tizimga kiritilish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Mana shu tizim amaliyotga kiritilgandan so'ng bosqichma-bosqich yillar davomida hamma davolash profilaktika muassasalarida qog'oz, ya'ni jurnallarda mana shu emlashlarni ro'yxatga olish, qo'l yozma varaqalardan foydalanish bekor qilinadi. Buning uchun mas'ul mutaxassislar bilan bugun muzokara, yig'ilish olib borilmoqda va bu o'zini samarasini beradi. Uchrashuv davomida loyihani amalga oshirishning texnik va tashkiliy jihatlari batafsil muhokama qilinib, tizimni sog'liqni saqlash sohasidagi boshqa raqamli yechimlar bilan integratsiya qilish bo'yicha keyingi qadamlar ham kelishib olindi.